Ikkinchi embrion transfer bajaradigan patsientkamiz Qashqadaryodan birlamchi bepushtlik 5 yil bilan murojaat qilganlar. Bularda asosiy bepushtlikning sababi smeshingan faktor, ayolimizda insulin rezistentность va ortiqcha vazn bor. Bular eko programmasida o'tashidan maqsad qarindosh turmush, ya'ni ammalarning o'g'illariga turmushga chiqqanlar. Bulardan 12 ta tuxum hujayradan 2 ta embrion hosil bo'lgan. Genetik tekshiruv qilish maqsadida kelganlar. Afsuski, embrionlardan turf ektodermasidan genetik laboratoriyaga biomaterial olish imkoni bo'lmagan, ya'ni buni embriologlar tomonidan to'liq tushuntirib berish mumkin bo'ladi. Ya'ni embrionni tashqi qobig'i yupqa bo'lgan paytida embriologlar olish imkoniyati bo'lmasa, embrionga zarar bermasligi uchun tegishmaydi va birinchi embrion transferimiz omadsiz yakunlandi. Birinchi embrion transferiga 2 marta tayyorladik. Birinchisida progesteron balandlik taxmin qildik. Ikkinchi embrion transferiga ham 2 oydan beri tayyorlayapmiz. Birinchisida Doppler yaxshi chiqmadi, qon tomiri yaxshi bo'lmadi va bu oyda gormonlari, matkani, endometriylarning o'sishi hammasi yaxshi. Hozirda oxirgi qolgan ikkinchi embrionimizni chiroyli qilib perinoz qilib beramiz.